Assalomu alaykum hammaga. Qani ko'ramiz. Hozirgi holatingizda, hozirgi kunda sizda realizatsiyangizda, baxtingizda, ish pullaringizga xalaqit qiluvchi omillar yoki bo'lmasa negativlar, ziyonlar, sehr jodu, sux, nazar, shunaqa narsalar bormi, yo'qmi ko'ramiz. Ikkita variant qilaman. Ikkovidan ham o'zingizga ozroq olishingiz mumkin yoki variant tanlashingiz mumkin. Gekata, Orakul Gekata. Bu kartaga erishishim umuman oson bo'lmagan. 2 yil kutganman desam ham bo'ladi. Juda ham ajoyib kartalarda. Полный magiический negativ holatlarni ko'rsatib beradi. Buni bir hafta davomida o'rganib chiqqanman desam ham bo'ladi. Qani shifoli ochirim bo'lsin. Hayotingizga faqat pozitiv holatlar, pul energiyasi, baxt energiyasi kirib kelsin. 9 ta kartadan chiqazaman. Birinchi variant uchun. Hayotingizda negativlar bormi? Sizga nima xalaqit qilyapti? Savol berib ko'raman-da. Sizga nima to'siq bo'lyapti? Hayotingizda negativ bormi? Sizda o'zingizda fiziologik holatingizda, ya'ni tanangizda ham negativlar bormi? Xo'p. Tozalanish uchun nima qilishingiz kerak? Va karta maslahati. Bu birinchi variant uchun. Ikkinchi variant uchun. Hayotingizda negativlar bormi? Tak, nimalar to'siq bo'lyapti sizda? Ish yo'llaringizda, omad yo'llaringizda, baxt yo'llaringizda negativlar bormi? Fiziologik holatingiz va o'zingizni qanaqa tozalashingiz kerak? Karta maslahati ko'raman. Qo'shimchasiga yana karta qo'shamiz. Bu kartadan qo'shaman. Yana mana bu kartani tanladim. Ikkinchi variant uchun. Xo'p, qani ko'ramiz. Negativlar bormi? Siz hozir iloji boricha hayotingizni yangilashga harakat qilyapsiz. Shu negativlardan qutulishga harakat qilyapsiz. Chunki sizni o'zingizni ko'p to'xtatib qo'yishgan. Negativlar bilan ish qila olmasin, ishi yurishmasin, harakat qilmasin, umidi so'nsin. Hamma narsadan sovib ketsin, ishlaridan, hayotidan sovib ketsin, balki sizga sovuqlik energiyasini kirgizib, o'qitib qilgan bo'lishi ham mumkin. Qanaqa negativlar bor? Bilasizmi? Negativlar sizda juda ham chalkashtirib bog'lab qo'yishgan. Sizni ishingizni, hayotingizni, ish yo'lingizni, baxt yo'lingizni chalkashtiryapti. Ba'zida bu narsa kayfiyatingiz yaxshi bo'lganda, energiyangiz to'liq bo'lganda unchalik bilinmasligi mumkin. Ba'zida esa juda ham passiv bo'lib qolasiz, harakatsiz bo'lib qolasiz. Shundan sezavering. Shundan bilavering. Chunki bu narsa kunduziga unchalik ta'sir qilmaydi, kechasiga juda ham sizga ta'sir qilib, uyqusiz bo'lib, kechqurunda juda ham asabiy bo'lib, stress, depressiyaga ko'p tushib qolasiz.
qanaqa negativ bor? Bu negativ qarang, yomon xabarlar va sog'ligingizga qattiq ta'sir qilyapti. Bolezni, ya'ni sog'ligingizga juda ham ta'sir qilyapti. Judayam ko'p yomon xabarlar, tinimsiz yomon xabar, yomon yangiliklar bilan ta'sirini o'tkazyapti sizga. Qanaqa tozalashingiz kerak o'zingizda? Огонь. O'zingizda iloji bo'lsa shamlar bilan, olov bilanda tozalashingiz kerak. Yoki bo'lmasa yana bitta maslahat, keraksiz buyumlardan yoqib yuborib qutuling. O'zingizdagi kerak emas narsalarni yoqib yuborishga harakat qiling. O'zingizni yoqib yuborayotganingizdan xayolan, fikran sizdan barcha yomon negativlar chiqib ketayotganini tasavvur qilishingiz mumkin o'sha vaqtda. Yoki bo'lmasa yana bitta variant, sizlarga YouTube kanalida e'tibor bersangiz, har xil ruqiya, erkak kishi o'qigan ruqiya oyatlar bor. O'shalarni ko'proq qo'yib turing. Va maslahat, o'zingizda qanaqa tutishingiz kerak. Yana sizni bog'lashi mumkin. Yana o'sha dushmanlar, sizga qarshi chiquvchi insonlar yana sizga qilishi mumkin. Dushmanlar to'xtamasligi mumkin. Xo'p, ko'ramiz. Birinchi variantda hozirgi energiyangiz va dushmaningiz kim? Hozirgi energiyangiz. Hozirgi energiyangiz, siz harakat qilyapsiz. Qanaqa qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar, nimalar bo'lishidan qat'iy nazar, faqat oldinga harakat qilyapsiz. Hayotingizni o'zgartirmoqchisiz. Juda ham charchagansiz. Bir xillikdan, bir xil muammolardan, doim sizni atrofingizda aylanib muammo keltiruvchi to'siqlar, shulardan charchagansiz. Lekin o'ta ham sabrlisiz. Va sizni atrofingizda yaxshi insonlar ham ko'p. Sizga dalda beruvchi, sizni kayfiyatingizni sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi deydigan insonlar ham bor. Atrofingizda yaxshi insonlardan ham nima deydi, energiya olishga harakat qiling. Ko'proq bilim, ko'proq realizatsiya qilishni xohlaysiz. Hozirgi energiyangizda yana ham hayotingizni yaxshilashdi. Ba'zida bilasizmi, sovuq energiyada bo'lib qolasiz. Ko'zingizga ko'proq qanaqadir bir erkak kishini timsoli, xayolingizda bir erkak kishini timsoli bor, unga nisbatan nafrat uyg'onadi. O'sha negativ, o'sha erkakka nisbatan qilinayotgan bo'lishi ham mumkin. Dushmaningiz kim? Imperatrica. Dushmaningiz imperatrica ayol, sizdan yuqori lavozimdagi ayol. Ish bo'yicha agar tanlagan bo'lsangiz, shaxsiy hayot bo'yicha ona, sizdan yoshi kattaroq. Judayam bilasizmi, shunaqa o'zini prinsiplarini, o'zini shartlarini qo'yuvchi ayol. Judayam qaysar ayol. Dushmaningiz kim? Siz bu ayol bilan janjallashgan bo'lishingiz mumkin va siz o'ta ham bu ayolga nisbatan xafagarchilik bor. Xafa bo'lgansiz. Juda ham sizni dilingizdan og'ritgan, juda ham xafa qilgan. U aybini biladimi? U aybini biladi. Lekin o'zini yaxshi ko'rsatishga, mili qilib ko'rsatishga, odamlarga shunaqa o'zini u yaxshi inson ekanligini ko'rsatishga harakat qiladi. Siz uchun emas, atrofdagilar u haqida yomon xabar, yomon gap gapirmasligi uchun.
Dushmaningiz kim? Mak chiqdi bu yerda. Bu ayol sizga sehr qilishdan to'xtamaydi, yomonlik qilishdan to'xtamaydi, lekin tashqaridan bu narsani bildirmaydi. Dushmaningizdan qutula olasizmi? Siz kuchli bo'lishingiz kerak. Energiya jihatdan ham irodali, sabrli bo'lishingiz kerak. Sabr, toqat, vaqt bu insondan qutulishingizga yordam beradi. Lekin bu yerda biz ko'proq yaxshilikka yo'ying. Hayotingizda qanaqadir muammo bormi? Yaxshilikka yo'ying. Demak, bu yaxshilikka sizni o'zingizni transformatsiya beradi. Sizni ongingizni, hayotingizni o'zgartirish uchun kelgan qiyinchiliklar, kelgan dushmanlar deb qabul qiling. Lekin yana ham sizni bu vaziyat kuchli qilishi mumkin, yana ham irodali qilishi mumkin. Dushmaningizdan qutulasizmi? Hali tayyor emassiz. To'liq tayyor emassiz. Siz oilangizdagi nima deydi, farovonlik, tinchlikni yo'qotishdan qo'rqasiz. Hammasidan ham ko'ra. Tozalana olasizmi? Siz birinchi o'zingizni energiyangizni va fiziologik holatingizni tozalashingiz kerak. Tozalana olasizmi? Tozalana olasiz. Lekin yaqin orada emas, tez kunlarda emas. Sekin-sekinlik bilan qutulib ketasiz. Kurashasiz. Rosa ham kurashuv, как magiический urush. U sizni ko'p qiladi, siz ham uni qaytarishga harakat qilasiz. Bu birinchi variant uchun. Qani ikkinchi variantimiz. Ko'ramiz. Ikkinchi variant. Sizda energiyangiz. Sizda energiyangiz yangilanish. Siz уже oldingidek bo'lmaysiz. Sizni hatto ko'rinishingiz ham oldingidek bo'lmaydi. Yaxshilanish bilan, shifolanish bilan turibsiz. Sizdagi ko'proq negativlar qabriston bilan turibdi. Qabriston bilan bog'liq o'qitilgan, qilingan narsalar bilan turibdi. Lekin sizga nimagadir uncha-munchaga ta'sir qilmayapti. Sizda o'zingizda himoyaviy kuch bor. Himoyalovchi, balki siz o'zingiz Qur'on o'qishingiz mumkin-da. Kimdir namoz o'qiydi. O'zingizni o'zingiz shifolab ketasiz. Shifolashga harakat qilyapsiz. Sizdagi negativ bormi? Negativlaringiz bor. Negativ sizni atrofingizda juda ham ayyor dushmaningiz bor. Ayyor dushmaningiz bor. U balki magiический qilmayotgandir, ya'ni o'qitmayotgandir, lekin o'zini nima deydi, o'zini tutishi bilan, o'zini aqli bilan, o'zini hiylalari bilan, to'g'riroq ayting, o'zini hiylalari bilan sizni negativga tortyapti. Qanaqa negativlar bor sizda? Sochingizni, boshingizni himoya qiling. Sochingizni, soch tolalarini ehtiyot qiling. Chunki soch tolalari bilan sizni yo'lingizni bog'lashga harakat qilishadi. Baxt yo'lingizni, ish yo'lingizni, omad yoki bo'lmasa pul energiyangizni yopishga harakat qiladi. Siz tozalanib ketasizmi? Nima qilishingiz kerak? Uyingizni tozalashingiz kerak. Uyingiz sizga dushmanlik qiluvchi inson uyingizga o'sha negativlarni olib kelyapti-da. Uyingizga har xil insonlarni kirgizmaslikka harakat qiling. Dushmaningiz uyingiz orqali negativni tashyapti. Qanaqa tozalanib ketishingiz kerak? Справедливость, o'zingizni himoya qilasiz.
va bilasizmi o'sha o'zingizni tozalattirsangiz o'zi hayotni o'zi sizga ko'rsatadi. Ya'ni dushmaningiz o'zi явно o'ziga qaytadi. O'ziga qaytarib o'tda ko'rsatadi. Справедливость kartasi bilan aytmoqchiman. Tak, ikkinchi variantdagilar sizda energiyangiz, dushmaningiz kim? Qutulib ketasizmi? Mani fikrim prosta aytmoqchiman. Nimagadir shu bizda odamlar juda ham hozir mana shunaqa narsaga o'ch bo'lib qolishganda hayron qolaman. Mayli. Sizda energiyangiz. Siz o'zingiz kuchli shaxssiz. Siz o'zingizni qanaqa tozalash kerakligini, nima deb o'qish kerakligini, qanaqa shu vaziyatda negativlardan qanaqa chiqib ketish kerakligini juda ham yaxshi bilasiz. O'zingizni himoya qila olasiz. Hayotda shu narsalardan juda ham ko'p o'tgansiz. Uncha professionallardan bilasiz-da, his qilasiz. Sizda qanaqa negativ bor, nima uchun shu narsa sizga ta'sir qilyapti, kim qilayotganini ham juda ham yaxshi his qilasiz. Dushmanlaringizni явно sezasiz. Uncha inson, uncha nima deydi, mak o'qitadigan odamlar sizga ta'sir o'tkaza olmaydi. Dushmaningiz kim? Dushmaningiz bilasizmi, sizni bolaligingizdan, sizni kuzatgan bolaligingizdan yomon ko'rgan desam ham bo'ladi. Sizda oldindan bor dushmaningiz. Imperator. Dushmaningiz erkak kishi bo'lishi ham mumkin. Balki sobiq turmush o'rtog'ingizdir yoki sobiq nima deydim? Sevgilingizmi? Qanday uni tasvirlasak bo'ladi? Shunaqa deymiz-da. O'tmishingizdagi inson hali ham sizga dushmanlik qilishi mumkin, qilgan, qiladi ham. Hozirda nimani o'ylayaptim bu dushmaningiz? Bilmadim, bu dushmaningiz sizda, men boya aytganimdek, uyingizni himoya qiling dedim-ku. Uyingizga nimagadir, именно uy joyingizga ko'proq nazari tushyapti. Uyingizni balki ko'ra olmaysiz, yashaydigan xonadoningizdan. Ikkinchi variantda men erkak kishining ham energiyasini his qilyapman. Buni erkaklar ham o'ziga olishi mumkin. Erkak kishilarga ham taalluqli demoqchiman. Tak. Nima qilmoqchisan? Dushmanga bir ko'ramiz. Hech narsa qila olmaydi. Faqat uzoqdan kuzatish mumkin. Faqat u yo'lini bilmayapti. Sizdagi omadni, siz qanaqa erishganingizni ko'ra olmayapti. Lekin hamma o'ziga yarasha-yu, erishgan narsasiga o'ziga yarasha qiyinchiligini ko'rgan, o'ziga yarasha mashaqqatini ko'rgan. Nimaga menda shu yo'q, bunda bor, menda yo'q, menda o'xshamayapti, bunda o'xshayapti degan fikrlari bor. Xo'p, sizga negativ qilishi mumkinmi? Shunchalar xohlaydi, shunaqa xohlaydi, sizda yo'q bo'lib ketishingizni, shu tag-tugingiz bilan, nima deydi, uy joyingiz bilan yo'q bo'lib ketishingizni, ko'chib ketishingizni ham xohlaydi.
Tak, mayli. Siz nima qilishingiz kerak? O'zingizni himoya qiling. Pul energiyasini himoya qiling. Nimagadir sizda negativ ko'payganda, sehr amal qilinish boshlanganda sizda xarajatlar ko'payadi. Xarajatlar, keraksiz xarajatlar, siz rejalashtirmagan xarajatlaringiz ko'payadi. Nimadir buzilib qoladimi? Nimadir o'xshamay qoladi. Masalan, qaysidir miqdordagi summani siz belgilaysiz, undan ko'proq pul bilan chiqib ketar ekanda sizdagi negativlar. O'zingizni qanday himoya qilishingiz kerak? Tezroq tez sadaqa chiqarib turing. Mendan balo qazo chiqib ketsin degan berayotganingizda shunaqa niyat bilan bering. Imperatrica sizni sindirish juda ham qiyin. Agarda mashinangiz bo'lsa yoki safarga chiqayotgan bo'lsangiz, hech kimga aytmang. Mashina olmoqchi bo'lsangiz ham hech kimga aytmang. Bilasizmi, sizga как bir nima yomon narsa hodisa bo'lishidan oldin siz o'zingizga belgi berar ekan. Shu belgilarga e'tiborliroq bo'ling. Shunaqa ochirim bo'ldi. Agar shu tarzdagi ochirimlar yoqsa, tez ko'proq chiqarib turishga harakat qilaman. Chunki men sizlarning kommentariyallaringizga qarab raskladlar qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar.